Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastici Belajik viloyati So'yut nahiyasida Erdo'g'an G'ozining So'yutda birga qurganligining 737-yilini xotirlagan yo'riq markazida qilgan so'zda Sharq Turkistonni unutib qolmadi. Turkiyaning atrofidagi turk va islom davlatlarining qonliq ko'z yoshlari bilan zulm sitamda yashayotganligini tilga olgan Dastici, Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz Xitoyning zulmini tatib olsa, biz qandoqmi xotirjam yashay olamiz dedi. Sharq Turkiston bizning vatanimiz. Musulmonlar yashagan har bir tuproq bizning parchamiz. Shundaqla turk va musulmonlarning vatani. Bugun birlashadigan va barobar bo'ladigan kundir dedi. Yipek yo'li bahanasida Pakistan, Sri Lanka, Tojikiston qatorliq davlatlar Xitoydan olgan qarzni to'layolmay, tuproqlarini va portlarini sotishga majbur bo'ldi. Xitoydan 130 million qarz olgan Sri Lanka Xamban Totadagi portini 99 yillik Xitoyga berayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Amerika amaldorlarining Afg'oniston vaziyati to'g'risida 17 yil yolg'on xabarlarni berganligi bayqaldi. New York Times gazetining xabarida Amerika amaldorlari 2001-yildagi, ya'ni Afg'oniston vaziyatini mubolag'a qilib, Amerikaning Afg'oniston hukumatining 56%ni kontrol ostiga olganligini degan bo'lsa-mu, amaliyotda %29%ni kontrol qilganligi ma'lum bo'ldi. Rossiya Amerikaning fosfor bombasi bilan Suriyaga hujum qilganligi aniqlandi. Amerikaning F-15 urush aeroplani bilan Suriyaning Dayrizor viloyatidagi aholilarga fosfor bombasi tashlaganligi oshkorlandi. Pentagon Rossiyaning bundan ilgari xabari yo'qligini dedi. Portlashda hozircha o'lgan va yordar bo'lganlar ma'lum emas. Oltinchi sentabr saharda Yaponiyada 6.7 bal yer tavrab, nurg'un joylarda binolar o'rilib, tog'lar ko'mirilib, suv to'xtab, qatnash falaj holatga kelgan. Yaponiyaning 9-sentabr muxbirlarga bergan xabarda 42 odam o'lib, 2 odam yo'qolib ketganligi, 2600 odam qutqizish rayonlarida yashayotganligini dedi.